Assalomu alaykum. Petrdagi akalar. Majbur bo'ldim shu videoda olishga. To'g'risida ayniqsa takim qiladigan akalar, iltimos, Xudodan qo'rqinglar. Bo'lmabdi bu. Javob 100%. Javob deysizlar. Qatiga javob bo'lyapti. Mana 2 marta, 3 martadan tushdik. Endi amal o'zimiznikini itaryapti-yu. Bunaqa qilmanglar, iltimos. Majbur bo'ldim, boru. Na telefon qilsa, bizniki tekshiruvda telefonimiz deysizlar, telefonlarni o'chirib olasizlar. Faqat WhatsAppdan yozasizlar. WhatsApp ishlamasligini bahona qilinadi. Yaxshi ishlamayapti WhatsAppimiz. Bunaqa qilmanglar, iltimos akalar. To'g'risi men bunaqa video qilib chiqmagandim ekan. To'g'risi yaxshi emas-da bu narsa. Mana hozir Nizashto 30 ming to'lab chiqdi. Ana oshnamizgina ham qilib beradi. U bo'lsa Nizashto 10 ming, bir marta 6 ming, bir marta 10 ming to'lab chiqdi. Bunaqa qilmanglar, iltimos. Sal hammamiz ham musulmonmiz-ku. Iltimos, hammalaring bas, ayrimlari. To'g'risi o'sha yaxshi ishlab yurganlar aytinglar o'shanaqangali uchta harflarga. Endi bunda so'kinib bo'lmaydi. So'kinib ham kerak emas, so'kinish ham. Prosta yomon alam qilar ekanda odamga. Biz turgan joyda vobshe ko'p-da, hazil-hazilu. Biz turgan joyda juda ko'p. Yaxshi bo'lmayapti-da. Hammaga ziyon achchiq. Ziyon ham achchiq, mayli. Prosta hozir bitta nima bilan o'zi pishamiz-da biz ham. Shtraf bilan. Bunaqa qilmanglar, iltimos. Bu yetib boradi, Xudo xolasa, bu akaga ham yetib boradi, o'zi tushunib oladi-yu. Prosta yana aytayaptiki, javob deyapti-da. Javob deyapti. Javob bo'lmasa, qayerdan nima qiladi bu menga? Javob deyapti. Qayerdan menga ishtiraf qo'yishadi, o'ylang. Iltimos, to'g'ri tushunaylik bir-birimizni. Hammalaringga rahmat e'tiborlaring uchun. Sog' bo'linglar. Uzr. To'g'ri tushuninglar faqat.